6 sinf tarixi 7-mavzu. Misrning janubida Nubiya joylashgan. Qadimda Nubiya hozirgi Sudanning shimoliy qismi va g'arbida Liviya cho'llari bo'lib, Nubiya va Liviya ham aholisi asosan chorvador bo'lgan, chorva mollarini boqib kun kechirgan. Quyi Misr, ya'ni Misrning O'rta dengizga quyilish qismidagi joylashgan Memfis shahridan savdo yo'li o'tgan Sinay yarimoroli. Sinay yarimorolida asosan mis qazib olingan. Sinay yarimoroli shimolida, hozirgi Isroil hududida Falastin hududi bo'lgan, hozirgi Livan hududida esa Finikiya. Finikiyadan so'ng esa shimolda Suriya bilan Misr savdo aloqalari o'rnatgan. Suriya va Falastindan temir misga boy bo'lib, u mahsulotlar Misrga keltirilgan. Keyinchalik esa Suriya va Falastin hududida tayyorlangan hunarmandchilik mahsulotlarini misrliklar sotib olib ishlatgan. Bilamizki, ilk podshohlik davri milod avvalgi 3000-yilda Menes tomonidan yuqori Misr va quyi Misrni birlashtirib ilk podshohlikka asos solgan edi. U keyinchalik mayda nomlarga bo'linib ketib, undan so'ng esa yana birlashdi. U qadimgi podshohlik deb ataladi. Qadimgi podshohlik davrida firavnlar Sinay yarimorolini bosib oladi. Sinay yarimorol, keyinchalik esa ular Sudan shimoli Nubiya va g'arbdagi Liviya hududlariga hujum qilib, yerdan chorva mollari, qullar Misrga keltiriladi qadimgi podshohlik davri. Keyinchalik qadimgi podshohlik davri ham parchalanadi. Undan so'ng esa o'rta podshohlik davri Misrda vujudga keladi. O'rta podshohlik firavnlari janubiy Falastin hududlarini o'zlariga bo'ysundiradi va Nubiyani shimolni ham o'rta podshohlik davrida bo'ysundiradi. O'rta podshohlik hukmronlik qilayotgan vaqtda sharqdan, ya'ni Arabiston cho'llari Sinay yarimoroli betdan milod avvalgi 18-asr oxirida ko'chmanchi Giksos qabilalari Misrga hujum qiladi. Misr yengilib mayda nomlarga bo'linib ketadi. Yengilishning asosiy sababi Misr piyoda qo'shini bo'lgan, Giksoslar esa ot arava bilan hujum qilib, ot aravaga qarshi Misr piyoda qo'shinini qarshilik qiladigan kuchi bo'lmagan. Shu sababli o'rta podshohlik Misr mayda nomlarga bo'linib ketib, Giksoslar shimoliy Misrni talaydi. Keyinchalik esa Misrning qadimgi Fiva shahri atrofida nomlar yana birlashadi. Bu birlashgan davlatga Yaxmus boshchilik qilib, u yangi podshohlikka asos solib, Giksoslarni Misrdan quvib chiqaradi. Qanday quvib chiqaradi Giksoslarni? Ya'ni Yaxmus davrida, yangi podshohlik davrida Misr armiyasi ham ot aravadan foydalanishni o'rganib, Giksoslar o'zini Misrdan quvib chiqarib, yangi podshohlikka asos soladi. Yangi podshohlik davrida firavnlar Nubiya, Shimoliy Sudan va Old Osiyoga hujum qiladi. Bu Falastin, Finikiya, Falastin hozirgi Isroil hududi, Finikiya hozirgi Livan hududi, Suriya hududlari Old Osiyo deb ataladi. U hududlarga hujum qila boshlaydi yangi podshohlik davrida. Bu hujumlarni Tutmos 2, ya'ni Isroil hududida Falastin, Livan hududida Finikiya va Suriyaga hujum qila boshlaydi Tutmos 2. Uni hujumlarini Tutmos 3 davom ettirib, Falastin, Finikiya va Suriya hududlarini o'z davlatiga qo'shib oladi. Bu yangi podshohlik ham keyinchalik parchalanib ketib, mayda nomlarga bo'linib, milod avvalgi 7-asrda Misr yana davlatga birlashdi. Bu so'nggi podshohlik deb ataladi. Bu so'nggi podshohlikni milod avvalgi 558-yilda hozirgi Eronning janubi g'arbida tashkil topgan Fors davlatga asoslagan Krekkining avlodlari, Fors davlati kengayadi. Krekki davrida, keyin esa Krekkining o'g'li Kambis 2 milod avvalgi Fors davlati Eron hududida milod avval 525-yil Misrga yurish qiladi. Va milod avval 525-yil Kambis 2 Misrni egallaydi. Bu jang qanday bo'lgan edi? Kambis 2ning Fors armiyasi Misrga kelganda qo'shinni old qismiga mushuklarni ko'tarib oladi va kelayotgan Misr qo'shiniga qarab mushuklarni otadi. Bu qanday samara beradi? Sababi misrliklar
diniga ko'ra mushuk muqaddas bo'lib, ularni xudosi Bastet bo'lgani uchun u o'z xudosini o'ltira olmaydi. Shu sababli Kambis 2 milodiy 525-yil Misrni bosib olib, Firavnlar davlatiga tugatadi.